Assalomu alaykum guruhdoshlar. Mana yaxshi ikkita bo'g'ozimiz kelib qoldi. Mana sarig'i endi 4 ishga o'tyapti. Mana 2 tish. Birinchisiga bu bo'g'oz, bu ikkinchisiga bo'g'oz. Qo'chqarimiz ham 2 tish. Ularni bo'yi mo'ljalda 85 pilis, qo'chqar 90 pilisda. Ularni o'lchamadiku. Qo'ylar zo'r, eto'ashi ham hamma yo'g'i joyida. Sifati ham mana qo'ylar. Orqasi bilan oldi teng qo'yakan mana shuni mana. Noyoblari. Qo'chqarimiz ham endi 2 tishga o'tgan.